Oyi, bilasizmi, kecha nima bo'ldi maktabda? Nima bo'ldi qizim? Kecha o'qituvchim oldiga bitta ustoz keldi-da, keyin ikkalasi rosa urishdi. Yo'q, keyinchi? Keyin buni direktorimiz bilib qolib, "Sizlarni ishdan haydab yuboraman, boshqa unaqa qilmalaring" dedi. Yo'q, Ha. Keyin Xadichani sochidanchi Jasur tortdi. Keyin rosa o'tirib yig'ladi. Mumkinmi? Keling. Ata, keldingizmi? Keldim, ona qizim probkada qolib ketib qoldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Qizim, narsalaringizni yig'ishtiring. Ustoz, ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Kecha maktabda qanaqadir muammo bo'pti deb eshitdim. Tushunmadim. Ata. Ha, nima o'zi yetding-ku qizim? Kamila? Endi mana qizimdan xafa bo'lmasangiz ham bo'ladi. O'zi qilasiz buni. Onasini aytganini qilmaydi, vaqtida uxlamaydi, yana darsini umuman qilmaydi. Ata, chaqimchiqarli yaxshi emas. Chaqimchilik yaxshi emas, a? Nimaga unda maktabdagi voqeani uyga borib chaqdingiz? Bu yaxshimi? Yaxshi emas. Tez narsalaringizni yig'ishtirib mashinaga chiqing. Uf. Men buni siz ko'taring. Xo'p bo'ladi, ona qizim. Xo'p bo'ladi. Ustoz, Bekor urishdingiz-da, bola-ku hali. to'g'ri, hozir bola. Lekin vaqt soati yetib, bu qiz birovning uyiga kelin bo'lib tushadi. O'shanda chaqma-chaqarlik qilsa yaxshi bo'lmaydi. Uydagi gaplarni bu yoqqa olib kelmagani ma'qul. Shuning uchun qo'ldan kelgancha bolalikdan tarbiya berishga harakat qilamiz. Qizingiz bormi? Bor. Baxtli bo'lsin. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p. Rahmat. Xayr, ustoz. Xayr. Ha, qiz bola tarbiyasi oson emas.